Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlarga bir nimani ulashmoqchiman. Mana bir qavatga ekkan tarvuzimizni tarashlab ketyapmiz. Mana bunday qilib, palaklarni klenkanusdan ajratib, o'zimizning mahalla ayollar ishlashyapti. Mana shunday qilib tarashlayapti. Ko'ryapsizlarmi? Buni sizlarga ko'rsatishimdan maqsad bir nimani bilib qo'yingizlar demoqchiman. Bu bir qavatga ekilgan. Buni o'zimizning tarvuzlar har doim ekadigan F1 navidan emas bu. Bu sartavoy deydi. Sartavoy tarvuzimiz sal kechroq chiqadi, kuni ko'proq tarvuzlar bular. 80 kun, 90 kun mana shunaqa deyishadi. Shunaqa tarvuzlar. Buni bir xillar tarvuz ekkandan keyin gullabdi deydi-ku. O'sha gullarni ko'rsatish o'tmoqchiman. Mana qarangizlar. Mana bu gul, tarvuzni guli. Haqiqatan gullagan. Ko'ryapsizlarmi? Bu gullar bizda qisir deydi. Qisir degani bunda hosil yo'q-da, xullas. Mana bunda hosil bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlarmi? Gullar. Mana bular qisir gul. Buni tarvuzim gullabdi deb bir xil endi ekkanlar xursand bo'lib qoladi. Xursand bo'lmangizlar, bular oddiy qisir gul. Mana bu sizlarni xursand qiladigan gul bo'ladi. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana tarvuz ko'ryapsizmi? Mana bu birdan tuygan va hosili ham bor. Birdan tugib keyin gullaydi bu. Mana shunday bo'lib birinchi tuyib oladi, keyin gullaydi. Mana hali gullamagan, lekin bu gullaydi. Tuyadi, keyin gullaydi. Bu ham qisir gul. Bu ham qisir paya deydi buni. Qisir gul. Mana endi gullayapti mana. Tarvuz tugan, endi gul ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday bo'ladi. Keyin ham tarvuzni hosil qancha ko'p uzoqroqda hosil bersa, o'sha tarvuzimiz kattaroq tarvuz bo'ladi. Yonida bo'lsa, masalan, bir qarish 20 sm bo'lsa, bu kichkina tarvuz bo'ladi. Qancha uzoq bo'lsa, masalan, 30, 40, 50 sm uzoqlikda tuydimi, bu katta tarvuzning belgisi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etingizlar, like bosib, podpiska bo'lib qo'yingizlar. Mana shunday foydali ma'lumotlarni tashlab boramiz. Faqat bu endi dehqonchilikni boshlaydigan dehqonchi ukalarimizga, shogirdlarga tavsiya qilyapmiz. Bir shogirdlarimiz ham bor-da, shu so'rab turibdi, qanday qilaylik, nima qilaylik deb, shular ko'rib olsin. Aka, tarvuzim gullab ketdi deb xursand bo'ladi. Xursand bo'lma, u gul qisir paya deydi. U gulgan bilan unda hosil yo'q. Mana hosilli gullar. Mana shunaqa bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Dehqonchiligimizga bir Allohdan baraka so'rab qo'yingizlar. Ishlaringizga omad.